sürgündeki Şarkı Türkistan hükümetinin kuruluş vakası Erkin Asya Radyosu'nun nazarında haber bulup hesaplanmasa zaten kandak vaka haber bulup hesaplanıdı. Yoki bu doğruluk haber beriş radyonun prensiplarına doğru gelmese bu radyonu kim için hizmet kılıdı deb düşünüş gerek. Eğer bu radyodagilar xuddi Xitoy hükümeti aytgandek hükümetning qurilishida iborat bu olay, ya'ni vaqa to'rt tarafidan qilingan haqiqatan arzimas bir ish bo'ladigan bo'lsa, nima sababdan boshqa matbuotlarda, gazet jurnallarda, Washingtondagi Amerika ovozi radiosida va boshqa matbuotlarda, hatta televizyon kanallarida bu olay to'g'riliq bir qancha qatam xabar berildi. Asli senda aql deydigan bir narsa bo'lsa, hech kishi bu to'g'riliq xabar bermagan taqdirda ham sen berasan. Hechmidan boshqa Sharq Turkiston Milliy ozodlik markazi tomonidan Washingtonda elib berilgan milliy harakat bo'libmi, radio to'g'riliq qilingan harakatlar sen hozir nayyavatgan Uyghur bölümünün ecilişinde qanchalik muhim rol o'ynaganligini bilamsan. Başkalarga o'xshash demokratiya, inson haqlari yoki barobarlik haqida faoliyat elib borgan bo'lsak, andin buning xabarini beram tinglayya. Mana shunday muxbirlarni endi nima desak bo'ladi? Anglasa xuddi Sharq Turkiston Islom partiyasining rahbari Hasan Mahsum boshchiligida elib berilgan milliy inqilobda Xitoyning qo'li bor deb xalqni qoymoqtirishga uringandekla xalqni qoymoqtirish uchun bu surgundagi hukumatni ham Xitoy hukumati o'z qo'li bilan qurdirdi. Shuning uchun bu hukumat o'rnak topmaydi. Ve bu sebepten bu hafta haber vermedi ve vermeyimiz dedi. Senlerde kılıvatkan işinin yani muhbirlikinin nimetkelliginden kılç haberin olgan bolsa bunda tetkisiz sebeplerini görsetmeydi. Eli bu hükümetin kuruluşu da baştan ahırı hiç kanda Xitoyning kulu yok. Eğer Xitoyning quli bo'lgan bo'lsa, sen hozir qayta talab qilayotgandek yoki sana 1956-yili qurib bergan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidek avtonomiya hukumatidan birini qurib bergan bo'lar edi. Xitoyning quli bo'lgan taqdirda ham bunda bir tarixda misli ko'rilmagan Sharqiy Turkistonning mustaqillik kurashiga varislik qilishni maqsad qilgan holda qurilgan hukumatning xabarini bermay qo'shqonga o'ltirib berishning o'zi buyuk axloqsizlikdir. Buningdan sening zodi kim uchun va nima uchun ishlayotganliginglarni aniq ko'rgili bo'ldi. 4. Rabia Qadir haqida. Rabia Qadir turmudan chiqib Amerikaga kelibla, men o'zimning emas, bir putum Xitoyda, bir putum Amerikada Xitoy meni Sharq Turkistonning mustaqilligini tashabbus qilg'ichi hech qanday bir kishi yoki tashkilotga yaqin kelmaslik shart ostida qo'yib berdi. Shunglashqa men zodi Uyg'urlarga erkinlik, demokratiya, inson haqlaridan boshqa harakatni qila olmayman. Uning ustiga men Nobel tinchlik mukofotini olishim lozim. Buni olish uchun mustaqillikdan hargiz so'z ochmasligim shart qilindigan deb o'zi tilab Sharq Turkistonning mustaqillik davosiga yaqin kelolmaydiganligini aytdi. Aslida Nobel tinchlik mukofotiga erishish uchun mustaqillikdan qat'iy so'z ochmaslik lozim yoki mustaqillik davosi qilganlarga Nobel tinchlik mukofoti berilmaydi degan bir narsa hech bir yerda mavjud emas. Bu faqat atrofidagi mustaqillik davosi desa, tükteatri o'rildigan erkin eliptikin boshlig'idagi
danışmenlar Rabia Qadirni bu yerdagi mustaqillik kurashchi qilayotgan bölgünçü unsurlarning keyniga kirib ketib qolmasin deb tiri taraqtishidan boshqa narsa emas. Ammo biz meyli Rabia Qadir bo'lsin, meyli boshqalar bo'lsin, Sharq Turkistonning yoki Uyg'urlarning milliy da'vosi nomida elindigan yoki bu nom ostida berildigan Nobel tinchlik mukofotini avtonomiyalik da'vosi qilib emas, vatanning haqiqiy mustaqillik davosini qilishning badiliga erishishni istaymiz.